Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Karti Minecraft va bir necha do'stlarim bor. Ko'rib turganingizdek, bugun biz Mega Block'da o'ynaymiz va biz 5 ta xohlagan o'zimizga yoqqan Mega Block'larga borishimiz mumkin. Agar siz kanalga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Xo'p bo'ladi. Yaxshimi bolalar? Unda ketdik. Qani let's go. Bu yerda g'or bor ekan. Qani ko'ramiz, nimalar bor ekan. Sigir, xo'p, qorong'ulashib ketyapti-ku. Qani. O, sandiq. O, bu yerda urug'lar bor ekan. Qani ham bularni olamiz. Bizga aynan shular kerak. Endi esa tepaga chiqamiz va bularni ekib qo'yishimiz kerak. Chiqamiz. Xo'p do'stlar, bizga daraxt kerak. Undan crafting table va boshqa narsa yasashimiz uchun 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta va 6-chi. Senda qancha qayerdan buncha blok olding axir-ya? Menimcha o'yin boshlangan shekilda. Hech qisi yo'q, mayli. Oxirgi urug'ni ekib qo'yishimiz kerak, do'stlar. Hozir biroz ishim chiqib qoldi. Mana bo'ldi. Oxirgi urug'ni ham ekib qo'yamiz hozir. Do'stlar, va hozir ekamiz. Bo'sh joy qadab olaylik. Va mana bo'ldi, ekdik. Qani ketdik, do'stlar. Hoy, sen urug'lar tashla boshqa bloklarni. G'irromchilik qilma axir. Tashla. Ha, sen tushirib yubor. Hammasini tashlab yubor. Hozir do'stlar, biz invertorni clear qilib olmasak, chetli yonig'i bo'lib ketadi. Adashib ketdim. Clear bo'ladi va hammaning o'yinchilari bol tozalandi. Nega bu yerga kelibsiz? Urma. Voy seni. Urib yubording-a. Xo'p do'stlar, boshqatdan o'tiramiz. Biz endi o'zimizga blok olishimiz kerak. Pastroqqa tushib, bu yerdan loy olamiz. Menimcha, Xerabrinikidagi odamda internet ishlamadi. Shuning uchun qaytadan chiqib kiryapti. Blok olamiz do'stlar. Bizga juda ham ko'p kerak, juda ham ko'p. Sindiramiz. 1, 2, 3, 4. Mana yana qaytib kirdi. 5, 6. Nechinchisi edim? Adashib ketdim-ey do'stlar. Do'stlar, sindirishni davom etamiz. Bizga ko'p kerak. Bularni ham olib olamiz. Yana biroz sindiramiz va boshqasiga qurib chiqamiz. Xo'p do'stlar, bo'ldi. Menimcha shu yetib qolsa kerak. Mayli, biroz sindirib olaylik. Hech qisi yo'q. Bizdan nima ketadi? Mayli, yetadi. Ketdik endi. Biz birinchi bo'lib do'stlar TNT blokka qurib borishni tanladik do'stlarim bilan. Xo'p, qani ketdik. Yo'lni qurishni boshlaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yo'q do'stlar, yana bir marta adashib ketdim. Hech qisi yo'q. Qani ketdik do'stlar. Yo'lda qurib boraveramiz. Va mana do'stlar yetib keldik. Bu yerda bekitib qo'yamiz va yo'lni ham kattaroq qilib qo'yamiz. Bu yerdan o'tish oson bo'lishi uchun. To'p do'stlar, endi bu yerda nima qilamiz? Ichini ko'ramiz-da nima borligini. Qani bu yerda sindiraylik. Yo'q do'stlar, juda ham ko'p TNTlar. Biz bularni sindirib olamiz, sababi bular qo'lda juda tez sinadi. Biz esa bularni sindirib boshqa orollarga borishimiz mumkin. Bizga juda ham ko'p kerak. Sindiramiz do'stlar. Xo'p do'stlar, bizga juda ham ko'p kerak. Juda ko'p sindirib olaveramiz. Hech qisi yo'q. Bizdan nima ketadi? Va do'stlar, ko'rib turganingizdek Crown Us King u ham bloklar sindiryapti, sababi u ham men bilan birga bu yerga sindirib yuboryapti. Hech qisi yo'q. Bekitib qo'yamiz. Va mana Herabrin ham yetib keldi oldimizga. Endi esa sindirishni davom etamiz. Xo'p do'stlar, menimcha biroz olsak yetib qoladi boshqa joylarga borish uchun. Sizlar do'stlar eslatib o'taman, siz bu videoda biz 5 dagina orollarga boramiz. Sababi hammasiga borib chiqsak, vaqt juda tez o'tib ketadi. Menimcha shuncha blok yetadi. Endi esa tepaga qurib chiqamiz va boshqalarga qurib chiqishni boshlaymiz. 1, 2. Hop, qurib chiqamiz do'stlar, qurib chiqamiz. Va mana chiqib ham oldik.
Endi Crown King uzubi chiqishini kutib turamiz. Bu yerga ekib qo'yamiz buni. Hop do'stlar, biroz kutamiz. Do'stlar, siz Crown King uz chiqquncha videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizlardan so'rab qolamiz. Biz tezroq 15 ta bo'lishimiz kerak. Bizga yordam bering axir. Siz uchun obuna bo'lish qiyin emas-ku. Hop do'stlar, endi ikkinchi orolimiz esa mana bu bo'ladi. U yerga qurib boshladik biz. Hop do'stlar, hozir blogimiz tugab qoldi. Buni ham ishlatib yuboramiz. Hop do'stlar, xo'sh, qurishni davom etamiz. Ketdik. Qani. Yetib qoldim. Yetdik mana. Va endi chiqishdan o'tib, bu yerda creeper bor. Mana bu yerda zina qurib qo'ysak yaxshiroq bo'lar edi. Birinchi creeperni yo'qotaylik, sababi portlab ketishi ham mumkin. Qani, yo'qol, pastga tush. Yo'q, o'rgimchak nega uryapti meni? Men unga hech narsa qilmadim. Qani, uni ham o'ldirishimiz kerak. Men quruq qo'ldaligim uchun jonimni juda ketkizyapti. Hop do'stlar, qani yo'q qilishimiz kerak. Voy, afsus. Orqaga qaramabman-da, yerga tushib ketdim. Hech qilsa yo'q, boshqatdan tanlaymiz va ketdik. Mr. Crown uz King menimcha yo'lda o'rgimchakni yo'q qilgan shekil. Endi esa pastga tushamiz. Yo'q, nimadir bormikan? Crown uz King. Hop do'stlar, qani tushamiz. Biz ham mana tushib oldik. Esiz, Mr. Crownga skeletlar hujum qilyapti. Biz ham yordam beramiz unga o'ldirishga. Buni voy, yonib ketdim. Atrofini bloklar bilan o'rab tashlaymiz. Qani yo'qolchi? Do'stimga tegma meni. Bekitib tashlaymiz. Crowing uzuba King chiqaver. Nega chiqolmayapsan? Tepangni bekitib buzib tashladi. Pasingga blok qo'y. Yo'q, pasingga blok qo'y. Sindirma, pasingga blok qo'y. Hop, qani. Do'stlar, internet qatganligi uchun biroz qo'yish qiyin bo'lyapti. Mayli, hech qilsa yo'q. Va mana chiqib oldi. Tepaga chiqib kelaylikchi. Nima bor ekan bu sandiqda? Qo'ylarning tuxumi-ku. Mayli, ularni biz olovda pishirib olamiz. Terabiyam ham yetib keldi. Pishirib olamiz. Qayerga ketyapsan? Sen shu yerda turishing kerak. Bu yoqqa kel. Do'stlar, o'ldi. Juni va go'shti tushdi. Bunisini ham o'ldiramiz. Tektur deyapman senga. O'ldiringlar uni. Afsus. Bu yoqqa kel sen. Yura qol. Skeletni kim buzib tashladi? Bekitib tashlaymiz, do'stlar, bekitamiz. Sababi u bizga xalaqit beradi. Bekitamiz. Yo'q, yonib ketdim. Yordam beringlar. Suv qayerda? Yo'q, yana yonib ketdim, do'stlar. Yaxshi ulgurdim. Jonim 3 tagina qolgan edi. Boshqalarni ham kuydirib pishirib olamiz, do'stlar, qo'ylarni. Qani yerda u? Mayli, bunisini oxirgisini qilamiz. Hech qisi yo'q, do'stlar. Bittasi o'ldi, ikkinchisini ham hozir o'ldiramiz. Qani yura qol, sen olovda kuyishing kerak. Bu yerga tush. Tush deyapman senga. Tush. Qayerga ketyapsan? Tusha qol endi. Voy do'stlar, buni olib chiqish qiyin bo'lyapti. Lekin o'ldi. Mayli, go'shtni pishirib olamiz. Endi esa biroz kutamiz. Hop do'stlar, kutamiz. Biroz qoldi pishishiga. Mana bu yerda jullar bor ekan. Crown uzuba Kingga divan yasash uchun olamiz. Menda o'zimda jullar bor. Pishishini kutamiz endi go'shti. Ozgina qoldi shekil. Ko'rib turganingizdek, Crown uzuba Kingga kamon beribdi skeletni o'ldirganiga. Yo'q, har biri uxlabdi. Hozir biz ham uxlaymiz. Ovqatlanib olaylik, jonim kam qolibdi. Senga ham go'sht beraymi? Mana ola qol. Yarmini beraman. Ikkitada sababi. Hop do'stlar, bu yerga yo'l quramiz. Oldimizga kelibdi Crown. Qo'lim qiyshiqda.
Qani do'stlar, olg'a yetib kelibmiz. Bu yerdan chiqa olamizmi? Yo'q. Yura, qoch tur. Qoch tur deyapman senga. Bu yerdan biroz o'tib, aylanib va pastga qo'ysak, endi bemalol o'ta olamiz. Hop, mana. Yaxshi. Hop, do'stlar, daraxtlar chiqmayaptimi? Yo'q, afsuski, bizga daraxtlar kerak. Bu yerda kim ko'rib ketdi ekan? Hop, do'stlar. Yo'q, bu yerda bekitib tashlaymiz do'stlar. Hazillashamiz biroz. Bekitamiz. Hop. Mana do'stlar, bekitib. Kechirasan, mikron uzib keng. Ataylab qilmadim. Hop, mana bu yerga keldi. Do'stlar, bizga daraxt kerak. Sababi bizga yotoq kerak. Junlar bor, yotoqda yashash uchun daraxt kerak bizga. Afsus, bemalol sindirib o'tib ketdi. Senga mana atalib qilmadim senga. Kron keyin uzib ham qaytib ketdi. Bu yerda bekitib tashlaylik. Xalaqit beryapti hammaga. Hop, do'stlar. Bekitamiz. Ozgina qoldi. Do'stlar, ajoyib ketyapti. Biz pastga tushamiz. Ana bu yerda daraxt borligi yodimdan ko'tarilib ketibdi. Tushamiz pastga. Mana bu yerda daraxt borligi yodimdan ham ko'tarilib ketdi. Endi bu yerdan biroz tosh deyman, daraxt sindiramiz. Daraxtni bo'laklarga bo'lamiz. Bo'laklardan crafting table yasaymiz. Crafting table'da o'zbekchasiga nima bo'lishini bilmayman. Menimcha yasovchi stol bo'lsa kerak. Shuni yasab olamiz va yasovchi stol yordamida biz o'zimizga divarlar yasab olamiz. Hop, do'stlar, biroz yana bu yerlarga yana sindirib olaylik. Do'stlar, mening Telegram kanalim ham bor. Hozirda u yerda kam kishi bo'lsa ham 36 kishi bor, kam to'g'ri. U yerda Telegram kanalimga o'tmoqchi bo'lsangiz, описание va kommentariyada bo'ladi silkasi. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bo'ldi. Crafting table yasab olamiz. Bitta oldik. Endi esa bo'laklar, cho'plar yasab olamiz. Adashib ketdim do'stlar. Bu yerga chiqamiz va crafting table'ni mana bu yerga qo'yamiz. Kirib, endi ichiga biz o'zimizga birinchi kirka yasab olamiz. Adashib ketdim. Divan yasab olamiz. Hop, do'stlar, birinchi jigarrang divan tayyor. Ikkinchi oq divan esa menga. Hozir olamiz. Mana oldim. Do'stlar, e'tibor bermaysiz, bug bo'lib qopti. Qani hamma uxlasinchi do'stlar. Hozir kun o'tib ketadi. Mana hamma ham uxladi. Yaxshi do'stlar, hamma uxladi. Xo'p, endi kun bo'lishini kutamiz va mana kun ham bo'ldi. Endi o'zimizga biz kirka yasab olamiz, sababi bloklar sindirish sal osonroq bo'ladi. Mana do'stlar, yasamabmiz. Hozir yasab olamiz. Sizlar uchun do'stlar shuncha harakat qilyapmiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. 15 ta bo'laylik. Mana do'stlar, tepaga chiqamiz. Hop, tepaga chiqamiz va boshqa joyga qurishni boshlaymiz yana. Qayerga qursak ekan? Hop. Like blokka quraymikan deb o'ylagandim, lekin juda uzoq ekan. U yerga borguncha azob uqubatlar ko'ramiz. Lekin mana bu blok ham yaxshi ekan. Qayerga borsak ekan? Hop, do'stlar, biroz o'ylab olay. Yaxshi, ana bu toshga boramiz. Ketdik. Yo'q, tushga tushimga ozgina qoldi. Bu yerdan o'tamiz. Qani do'stlar. Hop, mana bu yerda biroz yo'l bor ekan, shuni davom etib ketamiz. Hop, do'stlar, qani. Yo'q, qo'lim yetmaydi ekan bu yerga. Bu yerdan qurib ketamiz. Hop, mana biroz kelib oldik. Hop, mana qo'lim qiyshiqda. Bu yerda buzaylikchi. Bitta,
ikkita va uchinchisi. Yo'q, bu yerda portal bor ekan. Portalxona. Bu yerdan qursak yaxshiroq. Bitta va ikkinchisi. Yo'q, qattiq tushdim. Bu yerda zombilar bor ekan-ku. Bu yerda bekitish kerak. Bekitamiz. Afsuski ulgurmadim bekitishga. Yo'q, zombi urgan edi, tushib ketibman. Hech qisi yo'q. Hozir yana qaytib boramiz o'sha yerlarga. Crown o'zi ham yutqizibdi. Mayli do'stlar, biz o'zimizga hozir qilich yasamiz toshdan. 1 2. Tayyor do'stlar. Mana olaversang, senga bu Crown o'zibiking. Endi esa yura qol. Ularni yo'q qilamiz biz. Ye. Sakrab yuboribman. Hech qisi yo'q. Mayli. Qani endi boshqatdan let's go do'stlar. Qani. Hop, do'stlar, tepaga chiqib olamiz. Hop, qani endi bu yerda. Daraxtlar ham o'sib chiqibdi-ku, mayli. Yo'lda Herabin hazillashib buzib tashlab shekilli. Uning yo'liga biz to'sib qo'yganligimiz uchun. Mayli. Davom ettiramiz. 1 2 3 4 5 6. Mana do'stlar, yetib keldik. Buni olamiz. Bu yerda esa bekitib kattalashtirib qo'yamiz. Yo'q, nima qilib qo'ydim men? Hech qisi yo'q. Bolalar Crown o'zibiking. Biz ularni yo'q qilishimiz kerak. Qani tushamiz do'stlar. Zombilar bu yoqqa keladi. Nega hardan sizlarning bitta zarbangiz uzoq uchib yuboradi? Ya, adashib ketdim, bu yerga kelmoqchi emasdim. Mayli, endi tezroq boramiz. Ularni ham tezroq o'ldirish kerak. Do'stlar, mana yaqin yo'l ham qurib qo'ygan ekan bu yerga. Crown o'zibiking. Yetib olamiz, bu yerdan tushmaymiz. Mana bu yerdan tushamiz. Yo'q, zombilar kam qolibdi. Bitta zarbada ketdi. Bunisi bitta, ikkita da ketdi. O'rgimchak, sen mening do'stimni o'ldirding. Sendan qasos olaman. Men oldim. Do'stlar, bu yerda portalxona bor ekan. Afsus, bizda kilka yo'q, afsuski temirdan. Bo'lmasa olmaslar olib olardik. Mayli, toshlar sinib olamiz, o'zimizga nasib etib olamiz. Hech qisi yo'q. Biroz ko'proq sindirib olamiz. Men o'zimga Mr. Crown o'zibikingga ham nasib yasashimiz kerak. Do'stlar, bilib turganingizdek, bu bizning 3-chi mega blokimizga o'tishi, ya'ni 2ta blokdan keyin ajoyib bo'ladi. Aytgancha do'stlar, Herabin o'zi bizga aytmasdan olmos blokka ham qurib ketgan ekan. Mayli. 3 blok bu yerga suramiz va tepadan qurib boshlaymiz. Yaxshi. Ketdik yana. Bolalar Crown o'zibiking, seni kutib turaman. Do'stlar, biroz kutib turamiz do'stimizni. Hop, qani chiqa qol tez. O'taqa yo'l qo'yib qo'ydim. Hop, do'stlar, qani ketdik. Qani qaysi blokka o'tamiz? Qaysi blokka? Qani. Biroz o'ylaylikchi. Crown o'zibi, qaysinga o'taylik? Hop, do'stlar. Yo'q, hech qisi yo'q. Biz ham hazillashib yo'lda buzib tashlaymiz do'stlar. Biroz qo'ymadim. Mayli, bo'ldi, yetadi do'stlar. Endi esa ketdik. Crown o'zibiking, chiqa qol. Menimcha kitob javoniga boraylik desam, u yer ham juda uzoq ekan. Mayli. Chiqa qol. Bu yerga daraxtlar chiqibdi. Qayerga borsak bor ekan.
Redstone blokkami? Yaxshi, qani bo'lmasa yo'lni qurishni boshlaymiz. Qani do'stlar, ket. Yo, kron o'zini nima qilib qo'yding? Hechqisi yo'q. Xo'p do'stlar, mana boshqatdan tirib oldik. Endi esa ketdik. Kron o'zini menimcha yo'l qurib turgan bo'lsa kerak. Chiqamiz. Ha, aytganim yo'l qurib turibdi ekan. Kela qol kron o'zini, men o'zim yo'lda davom ettiraman. Senda internet qachayotgan bo'lsa, ketdik do'stlar. Qani. Yo, o'tib ketib qolibman. Do'stlar. Xo'p, do'stlar, qani ketdik. Davom etamiz. Aytayap qolmadim, kron o'zini. Mayli do'stlar, kelib ham oldik. Endi bu yerda buzamiz. Ichida nima bor ekan do'stlar? Tushamiz. Xo'p do'stlar. Yo'q, tushib qoldik mana. Menimcha bu yerda faqat redstone. Bu yerda nima bor ekan? Yo do'stlar, bizda olmos qilich bor. O'rindiqdan olamiz. Bu kerak bizga. Xo'p do'stlar, qani ketdik. Bu yerdan qurib chiqamiz. Qayerdan qurib chiqsam ekan ha? Adashib ketdim do'stlar. Mayli. Yaxshi bo'ldi. Sabab boshqa joyga qurib o'tmoqchi edik. Kron o'zi bekor bu yerga tushding-da. Hech narsa yo'q edi. Xo'p do'stlar. Buni bu yerga qo'ysa bo'ladimikan desam, bo'lmas ekan. Bu yerga qo'yib qo'yaveramiz. Qani ketdik. Keyingi bo'lar qaysi bo'lsin? Kron o'zi king. Mana shu oltin blokka borsak yaxshi bo'lardi, lekin qani o'sha blokka boraverishchi. Ketdik do'stlar. Mayli, boramiz. Nima qilyapman ha? Mayli, yo'lni qurishda davom etamiz do'stlar. Biz oltin blokka qurmoqchimiz. Mana do'stlar, deyarli qurib ham bo'ldik. Buni sinib tashlasak. Mana do'stlar, biz yetib ham keldik. Endi esa ichiga quramiz. Nima bo'ladi? Yo'q. Kron o'zi king yetib kelibdi bu yerga. Pastga kovlaymiz. Afsuski tushib ketib qoldim. Hech qisi men bu tarafga quryapman. Do'stlar, bug bo'lyapti shekilli. Bo'ldi, o'z holiga qaytdi. Pastga ketdik. Xo'p do'stlar. Creeper bu yerda yo'q qilishimiz kerak. Yo, sen Creeper meni o'ldirding. Xo'p do'stlar, qani ketdik. Mayli, ichiga boraylikchi, narsalarni ko'ramiz hozir. Xo'p do'stlar, qani ketdik do'stlar. Ichini ko'ramiz, nimalar bor ekan, qiziqyapman. Zombi va creeperlar bor edi. Unda ko'ra olmadik. Bu yerdan tushamiz va pastga qani yetib keldik. Yo, sen qolganmiding? Seni hozir o'ldiraman. Bu yoqqa kel. Zombi o'ldi. Bu yoqqa kel, zombi villager. O'ldi, u ham o'ldi. Bu yerda creeper portlabdi. Creeperlarni olamiz. Nima bor ekan? Urug'lar bizga deyarli hech narsa kerak. Fakelda olaveramiz. Hop, endi ikkinchisini ko'raylikchi, nima bor ekan? Olmos do'stlar, ajoyib. Juda ham soz. Hop, bo'lsa biz biroz kutibli ishim chiqib qolgan edi. Bo'ldi do'stlar, qaytib keldim. Hozir do'stlar qaytaman. Biroz internetda muammolar bo'lganligi uchun qotdi.
O mana ishlab ketdik qani do'stlar. Qani olg'a do'stlar, biz yetib boramiz. Hop do'stlar. Yo, men atlatishga ketdim. Endi esa divanning oldida paydo bo'lamiz. Hop, uxlaymiz. Do'stlar, sizlar ham uxlaylar. Do'stlar, boshqalar ham uxlasin. Qani bo'ylar. Hop, mayli. Kerakli narsalarni savolaylik, ular uxlaguncha. Cho'p, bu yerga rotten flash yana bir narsalar solamiz. Cho'p kerak oldi. O'zimizga narsa yasaymiz hozir. O'zimizga kirka yasab olamiz toshdan. Uxlaymiz do'stlar. Boshqalar ham kelsin, qani tezroq uxlab qo'ya olsa bo'lardi do'stlarim ham. Afsus, qachon kelishar ekan-a? Bo'ylar keldinglarmi? Crown Uzuba King, qayerdasan? O, keldi. Va nihoyat uxlaymiz. O, hamma uxladi do'stlar, mana. Hop, do'stlar, tepaga chiqaylik. Men boshqa tarafda paydo bo'libman. Hech qisi yo'q. Do'stlar, videoning oxirlariga ham yetib kelib qoldik. Hop, do'stlar, tepaga chiqaylik. Nimalar bo'lyapti ekan do'stlarimizda? Qani? Hop, do'stlar. Crown Uzuba King, qayerga ketyapsan? Bu yerga kel. Yo do'stlar, mana videoning oxiriga ham yetib kelib qoldik. Sizlar video boshlamay 5 ta blokka boramiz degandim. 5 ta blokka bordik. Mana TNT blok. Aynan hozir turganimiz 2-blok. Redstone blok hamda oltin bloklarga bordik. Hamda oxirdagi portal tosh blokka ham bordik. Do'stim Herabrin ham mana bu yerdagi oltin olmos blokka bordi. Ko'rib turganingizdek. Mayli, hech qisi yo'q. Ular kelsin chiqani, birgalikda xayrlashamiz. Biroz kutib turamiz do'stlar. Biroz kutamiz. Hop do'stlar, hech qisi yo'q. Hop do'stlar. Qani kelsinchi. Hop, ana yaqinlashib qoldi. Hop do'stlar, mana Herabning yetib keldi. Endi Crown Uzuba King kelishini kutib turamiz. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Sizlar uchun shuncha harakat qildik. Obuna bo'lish axir qiyin emas-ku do'stlar. Agar siz aynan shu videoning ikkinchi qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, menga 20 ta like yig'ib bersangiz, keyingi videoni